Ey Robbim, karaming kengligi, halimliging, rahmating ulug'ligi va saxovatingning buyukligiga suyanamiz. Huzuringga tavba qilgan, nadomat qilgan, istig'for etgan holda keldik. Parvardigor bizlarni afv qil, kechir. Sendan o'zga Robbimiz yo'q. Agar bir bandaning qalblari iztirobga tushgan bo'lsa, qalbi sinib ketgan bo'lsa, ruhi tushib ketgan bo'lsa, tushkunlikka tushib qolgan bo'lsa, bu banda albatta istig'for lozim tutsin. 20 ta foydani sanab berdim sizlarga. Biz mana shu dorini iste'mol qilyapmizmi? Yana nimasi zo'r deng? Qiblaga qarab turish shart emas. Tahoratli bo'lishlik shart emas. Vaqt shart emas. O'tirish shart emas. Xohlagan holatingizda istig'for etishlik sizdan hech narsa talab qilmaydi. Bu shunday ulug' ibodat. Bu shunday ulug' ibodat. Parvardigor, agar bizning gunohlarimiz ulkan bo'lsa